qizig'i yo'q. Bitta shaharda, bitta binoda yashaymiz. Mana shu devorning u yoqda men, bu yoqda siz. Lekin bir-birimiz bilan ishimiz yo'q. Nega? Chunki bularning qizig'i yo'q. To'g'ri, ba'zan zinapoyada ko'rishib qolamiz. Ana shunda ham so'rashamiz, bo'lmasa bu ham yo'q. Nimaga? Chunki bularning qizig'i yo'q. Bilasizmi? Bizni qishloq Zarafshonning qirg'oqlarida joylashgan. U yerda otam, onam, ukalarim bor. U yerda bunaqa emas. U yerda kimning uyida shodlik, g'am bo'lsa, hamma eshitadi. Kerak bo'lsa, butun qishloq ko'chib keladi. Bu yerdachi 6 oy uyingdan chiqmasang ham bu odam nega ko'rinmay qoldi deb sen haqingda hech kim surishtirmaydi. Chunki bularning hech kimga qizig'i yo'q. Do'stim degan so'zni ham borgan sari kamroq ishlatyapmiz. To'g'ri, do'stdan ko'ra tanish bilishlar ko'proq. Hali uni qilish kerak, hali buni qilish kerak. U yoqda u qolib ketgan, bu yoqda bu. Qarabsanki, sen bilan yonma-yon ketayotgan odam yo'q. Ha, o'libdimi? Keyin peshonangni tirishtirib o'ylaysan, qanday odam edi, nimani yoqtirardi, nimani yoqtirmasdi, esda yo'q. Mana shunaqangi yashayapmiz. Hamma qayoqqadir shoshadi. Qayoqqa shoshasan, nega shoshasan desang, zamon shunaqa deydi. Xo'sh, zamon qanday ekan? Kuchlilarga egilib, kuchsizlarni ezib, toptab ketaveradiganmi? Hamkasbimiz ishga qanday kiyinib kelganiga e'tibor beramiz. Ko'ylagi qanaqa, tuflisi qanaqa, buni diqqat bilan kuzatamiz. Lekin nega uning ko'zlari bugun ishga qizarib kelganiga qiziqmaymiz? Ba'zan mana shunaqangi shoshib, qovliqib yurgan odamni shunday yoqasidan ushlab, "Hoy odam, qayoqqa shoshasan? Nega shoshasan? Atrofingga bir qara." Nega yuqori qavatda turadigan ayolning beshigidagi bolasi kechasi bilan uxlamasdan yig'lab chiqadi? Nega 80 ga kirgan, munkaygan kampir ertalabdan kechgacha pochtachini kutib o'tiradi? Nega yuziga sepkil toshgan bolani bog'chadan ota-onasi emas, bog'cha opasi olib keladi? Eng achinarlisi, 16 yashar qizni kechasi 11-12 larda har xil mashinalar tashlab ketadi. Bularni kimga aytaman? Sizga qizig'i bo'lmasa, unga qizig'i bo'lmasa, devorga aytamanmi? Kechirasiz-ku, biroz qizishib ketdim. Lekin qizig'i bo'lish kerak-da. Rahmat. Bravo. Rahmat, O'zajon, salomat bo'ling.